dinimizning ne kadar adaletlik din ekanligi ballag muomala qilishdimi? O'zaro ballag muomala qilishdimi? Adalet bilan muomala qilish kerak. Bir balimiz jiq pul tepadi, birisi pul topolmadi masalan. Bir balimiz gapimizni bek anglaydi. Yani biz sal xap qiladi. Vallahi hammamiz mijoz o'xshash olmaydi masalan. Shuning bilan andina meni xap qilgan bola deb uning ayrim muomala qilib yoki menga pul teppagan balam deb uning ayrim muomala qilib ballaga igizbas muomala qilishning o'zinimi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem zulm deb sanagan. Shuning uchun buningmi alohida diqqat qilish lozim. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuning hadisida u odam dadisi Peygamberimizin yanına kelib, men ma palani balamımda xizmetçinin birini bədəm degan vaqtda qalğan ballırıngın bədingmi dese, yo'q desa, unda bo'lgan bo'lsa, sen qalğan ballırıngı bərmegen bolsan, qaytırıb et buraya deb müşahidço Allahi çekligen. Hatta başka hadisinde Resulullah'ını men ma balamıma bağını bədəm, sen muşunun guva bop be dese, qalğan ballırıngın bədingmi dese, yo'q desa, men bunda zulüm ucu guva bulmayman diyen hadisim var. Demek bu şundan ballağa adil muamil kılmaslıktan üzlümü Peygamberimiz zulüm dep alahide itibarga ağan. Şunun için ata-analarının ki ballağı meyli küynüştü bolsun, meyli yaxşılık kılıştı bolsun, hemmisi çoğu dese adil bulaşqa tirişiş ata-ananın mesuliyeti. Mümkün bir balısı sel xap kılışı mümkün. Degan ishini qilmasligi mumkin, lekin u baliga muomala qilib tuzlashning yo'li uni chatibga qilib yoki uni zulm qilish emas, balki kuyinish bilan, muhabbat bilan, mehr muhabbat bilan muomala qilsa, mumkin u balani tuzlib qoladi. Alloh hamda insonni ashuna bala bilan sinaydimdi ba'zi vaqtda. Nurg'un necha balni berib, u necha shunday yaxshi. Barasa ashuna egizbas chiqib qoldi masalan. Egizbas chiqib qolganligi Allohning hikmatimda. Bu igizbas chiqib qolganiga sen qanday qilsan? Yani Allah chunki o'zining odillik sifati bilan o'zini tunmagan hamma bandiga adolat bilan muomala qildimi dunyoda. Kafirga o'xshash, mu'minga o'xshash adolat bilan muomala qildi dunyo berishda. Unda bo'lgandan keyin bandirmi Allah subhanahu va taolaning sinishimdi bu.